Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi video roligimiz Andijon viloyati Sharqon tumanida joylashgan o'zimizning fermamizdan olib boryapmiz. Bugungi syomkamiz kechagi kungi buqamizni kilolari va bu buqalar nimalar yegan va qanchadan yegan. Shular haqida to'liq ma'lumotlar beramiz. Albatta videoni boshlashdan oldin like'larni bosib tursanglar biz juda xursand bo'lamiz. Bugungi sanamiz 30-mart hafta kuniga yakshanba. Ko'rib turgan hammalaringizni hayit bayrami bilan tabriklayman. Qani akalar boshladi gunda. Hozir bular granuladan yeyapti. Bunga alohida kelamiz. O'sha molimizni turgan joyga boramiz va mollarimizni bir qator ponni ko'rsatib qancha kilo chiqqanlarini ponni ma'lumotlarni beramiz. Foyda zo'r qoldi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, kechagi kungi buqamizni kalkulyatorda hisoblab ko'rsatib beramiz. 8 oy bo'lgan ekan buqamizga. Endi 12 millionga olingan. 8 oyda endi yeb ichgani 550 mingdan hisoblaymiz. 550 ming ko'paytiramiz 8 ga. 4 million 400 lik narsa yebdi 8 oyda shu oq buqamiz. Endi bunga qo'shamiz. Olingan puli 12 millionga olingan. 16 million 400 da turadi molimiz. Endi bu yerda 33 million 500 ming so'mlik bo'libdi bu molimiz. Buni tarqatilgan pulni hisoblaganimizda 33 million 500 ming so'm bo'lgan. Endi buni ayiramiz. 33 million 500 ming so'm. Bu yerda 17 million 100 ming so'm pul qolibdi. Endi buni bo'lib yuboramiz 8 ga. Shu holatda mana 2 million 137 ming 500 so'mdan oyiga foyda qolibdi shu oq molimizdan. Ko'z tegmasin, zo'r o'zgargan. Hisob kitoblarda adashgan bo'lsak, uzr so'raymiz oldindan. Mana shu oq buqamiz edi. Oldingi videosiga ovoz yozyapmiz. Bizni to'g'ri tushunasizlar umidamiz. Mana shu holatdagi buqamiz edi. 8 oyda 2 million 100 atrofida foyda qolibdi. Ko'rib turganinglardek. Jaydar buqa ham yaxshi foyda qoldi mana jaydar buqadan ham. Endi qisqacha videomiz bor. Go'sht tarqatilayotgan joydan. Shuni e'tiboringizga havola qilamiz va keyin qolgan mollarni ham ko'rsatamiz va yemlari qanaqa berilgan, nimalar berilgan ko'pchilik yangilar uchun qisqacha ma'lumotlar berib boramiz. Men ham tushyapman. Siz olib qo'yaman-da aka. Xudo xolasa. Yaxshi. Mana akalar, endi katta buqamiz. Shu buqamiz 600 kilo chiqadi. 6 kilo granula yeydi hozirgi kunda. 6 kiloga ham yetmaydi lekin. Kattargan sari haligi ishtahasi sal kamayadi. Keyin oshqozoni ham torayadi shekilli. Shuning uchun. Mana shu o'zimizni jaydari buqa
lekin zoti bor. Mana shunaqa gaplar akalar. Mana bu yerda granulamizni uyutib, suvlarni quyib qo'yganmiz mana. Ko'ryapsizlar, shu holatda suv yo'qolib ketadi. Bu yerda birinchi aravamiz. Mana bu yerda ikkinchi aravamiz. Sekin. Mana shu holatda. Bular 2 soat, 1,5 soat, 2 soat uyida, keyin berilaveradi. Shunaqa baqib yotibmiz, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.